ko'chada o'lsar mehramon qoshqoq deyib ketdi. Nogoh ko'rinib ko'chada o'lsar mehramon qoshqoq deyib ketdi. Qosh uchiday boqilibon cho'ppasilar sondir boq deyib ketdi. O'lsin xibari ko'zlari ofatsiz otash, hay hay necha dohir bir shiva qilib itdi mani o'ziga hayron xush yoq deyib ketdi. Bir shiva qilib itdi mani o'ziga hayron xush yoq deyib ketdi. Bir baq deyib ketdi, o't yoq deyib ketdi. Hay hay necha dohir zor deyib ketdi. Bir baq deyib ketdi, o't yoq deyib ketdi. Hay hay necha dohir zor deyib ketdi. Yüz jilva bilan g'arur ili ko'chada o'lshoq bag'rimni qilib qon. Yüz jilva bilan g'arur ili ko'chada o'lshoq bag'rimni qilib qon. Men ta'zim bilaman qalbim volayu hayron zor deyib ketdi. Men ta'zim bilaman qalbim volayu hayron zor deyib ketdi. Bir baq deyib ketdi, o't yoq deyib ketdi. Hay hay necha dohir zor deyib ketdi. Bir baq deyib ketdi, o't yoq deyib ketdi. Hay hay necha dohir zor deyib ketdi. Zulfi parishonida chiqsa boyak bor, men shukrada durman. Ming jonim agar bo'lsa tilayman senga qurbon, o't yoq deyib ketdi. Mashrabni bu dunyoga xarob etgan o'zingsan, ey ko'zlari shalloh. Aytay so'zingni ayni bu dunyoda farovon dolet deyib ketdi. Aytay so'zini ayni bu dunyoga farovon dolet deyib ketdi. Bir baq deyib ketdi, o't yoq deyib ketdi. Hay hay necha dohir zor deyib ketdi. Bir baq deyib ketdi, o't yoq deyib ketdi. Hay hay necha dohir zor deyib ketdi. Bir baq deyib ketdi, o't yoq deyib ketdi. Hay hay necha dohir zor deyib ketdi. Hay hay necha dohir zor deyib ketdi. Yashang. Olqishlab qolamiz. Munavvar kun musiqiy dam olish dasturimizga o'zgacha bir fayz, o'zgacha bir ko'rik bag'ishlagan xonandamiz Dilshod opa. Albatta, xush Termiz kelibsiz. tumanidan ko'rsatuvimizga tashrif buyurganlar sizni ko'rsatuvimizda ko'rib turganligimizdan g'oyatda mamnunmiz. Avvalambor assalomu alaykum barchalaringizga. Men ham sizlarni ko'rib xursandman. Xo'sh, kayfiyatlar a'lomi? Erta tongdan uyg'onib ko'rsatuvga tashrif buyurishlik qiyinchilik tug'dirmadimi sizga? Albatta. Yo'q. O'zingiz erta tongdan ajoyib taronalar bilan barchamizga, qolaversa aziz tele tomoshabinlarimizga ham yaxshi kayfiyat ulashdingiz. Ayniqsa Sarvar aka mazam o'ynab oldi, Albatta. oxirida ebo o'ynaydigan qo'shiq ekan-ku deb o'ylab ketyaptilar. Xo'sh, o'zingizda kayfiyatlar qanday? Kayfiyatlar yaxshi. Bizda ish jamoamiz taklif qilganlaring uchun xursand bo'ldik. Men keldim Termiz tumani 3-sonli madaniyat uyi nomidan. Madaniyat uyimizda madaniyat uyida ishlayman. An'anaviy xonandalikdan to'garak rahbariman. Maktablarda borib, masalan, yoshlarni mana shu bo'sh vaqtlarini an'anaviy xonandalik o'rgatib, qo'shiqlar o'rgatib, ish jarayonimiz shunday.
Yashang, ijodiy ishlaringizga albatta omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Asosan qaysi ustoz san'atkorlarni ijodlariga ko'proq qiziqasiz, e'tibor qaratasiz? Ma'murjon Uzoqov. Men Toshkentda Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'at institutida o'qiyman. Bu yerda bizning ustozlarimiz bor. Zamira Suyunova, ayol xonandalarga mos. Endi hamma ustozlarni eshitib, hurmat qilib yaxshi ko'raman. O'zimga tegishli bo'lgan ustozlar Zamira Suyunova, keyin Yulduz Turdiyeva ko'proq eshitaman. Ozidan Nursaidova ustozimizda ham eshitib turaman. Birinchi qo'shig'imiz Ozidan Nursaidova ustozimiz qo'shiqlari edi. Mana shu hozir aytib o'tdingiz, Zamira Suyunova ustozim dedingiz. Ustozning qo'shiqlaridan xirgoyi qilib bera olasizmi? Agar imkoni bo'lsa. Albatta. Tinglaymiz unda, marhamat. Bilmam adashdimmi yo to'g'ri qildim, bag'ringga yaproqday to'kildim. Bilmam adashdimmi yo to'g'ri qildim, bag'ringga yaproqday to'kildim. Aslida bu baytni men yozganim yo'q, mening umrim mo'ljal sari ketgan yo'q. Vaqtida keldim yor, bevaqt ancha kech, afsus aytganimni eshitmadim hech. Bilmam adashdimmi yo to'g'ri qildim, bag'ringga yaproqday to'kildim. Juda ham ajoyib. Ofarin. Juda chiroyli ekan. Maza qilib tingladik haqiqatdan ham. Mana kadr ortida to'garak rahbariman deb aytdingiz. O'zi o'quvchilarga qanaqa yo'nalishdan dars berasiz? Vokal bo'yicha adashmasam? An'anaviy xonandalik, vokal boshqa yo'nalish bo'ladi. An'anaviy xonandalik masalan xalq qo'shiqlari. Buning ichiga endi ular maktab o'quvchisi bo'lgani uchun ularga kichkinaroq xalq qo'shiqlarini o'rgatamiz. Masalan, musiqa maktablarida chuqurlashtirib o'rgatiladi. Masalan, yo'nalishlar bor, ular bastakorlar ijodi, undan keyin yiriklashib, kattalashib ketaversa, shashmaqom o'shanaqa o'rgatiladi. Hozir maktab o'quvchilariga xalq kuylari, chaman ichra, tanovar, masalan, yallalar, shunaqa qo'shiqlar o'rgatyapmiz. Xo'sh, Dilshadoxon, sizdan yana qanday tarona tinglaymiz? Qanaqa taronalarni tayyorlab kelgansiz deylik. Mana sahnamizga taklif qilamiz avvalambor. Agar shundoq muzikasiz aytib berish kerak bo'lsa, Yo'q, muzika istasangiz. Qabiladi. Hattoki boya aytib o'tdingiz, Dilxirojga ham tayyorlanib keldim deb. Marhamat, tinglaymiz unda. Birinchi Dilxirojni tinglab olaylik musiqa bilan, undan so'ng esa jonli efirda. Albatta. Jonli tarzda yana bittasini eshitamiz. But
minnatdorchilik bildiramiz bugungi dasturimizga kelganingiz uchun, ajoyib kayfiyat ulashganingiz uchun. Ijodlaringizga omadlar tilaymiz. Shogirdlarni tayyorlashda o'zingizni ijod namunalaringizni ko'paytiravering deymiz va kelgusi dasturlarimizda ham yaxshi ijodlar bilan sizni dasturimizda kutib qolamiz va tashakkur bildiramiz. Marhamat, sizni kuzatib qo'yamiz. Surxondaryo telekanalini kuzatishda davom eting azizlar. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling.